Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga g'iybatni ta'riflab berdilar o'zlari. Hadisda g'iybat qanday bo'lishini Payg'ambarimiz alayhisalom bizga tanishtirdilar. Sahobalar orqaliki atadruna mal g'iyba. Rasululloh aytdilar sahobalarga. G'iybat nimaligini bilasizlarmi? Qalu Allohu va rasuluhu a'lam. Alloh va uning rasuli biladi deb sahobalar aytdi. Qala shunda Rasululloh aytdilarki, zikruka akhaka bima yakrahu. G'iybat Alloh va uning rasuli biladi deb sahobalar aytganda Rasululloh aytibdilar. Sen birodaringni u birodaring yomon ko'rgan narsa bilan eslashing, gapirishing deyaptilar. U yo'qligida sen u narsalarni gapirishliging. Shunda shu sahobalar aytdiki, qila afara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Ma aytgan narsalar o'sha birodarimda bo'lsa-chi deb aytibdi. Siz aytyapsiz, yo'qligida u yomon ko'rgan narsalarni sen unga aytsang, uni zikr qilsang, eslasang, gapirsang, shu g'iybat deb aytyapsiz. Bordi-yu ma aytayotgan narsalar o'sha odamlar ichida uni yomonlab aytayotgan sifatlar bo'lsa-chi uni. Payg'ambarimiz alayhisalom in kana fihi ma taqul faqad aghdabtahu. Agar sen aytayotgan narsalar unda bo'lsa, haqiqatda sen uni g'iybat qilgan bo'lasan dedilar. Bo'lsa o'sha sifatlar g'iybat qilgan bo'lasan dedilar. Agar bordi-yu o'sha sen aytayotgan sifatlar unda bo'lmasa, sen unda bo'xton qilgan bo'lasan dedilar. Har ikki suratda ham bir insonni yo'qligida yomonligini eslab gapirib g'iybat qilish har ikki suratda ham shariatda mamnu' bo'lyapti. Agar o'sha insonda xatosini biz tuzatishni istasak, g'iybat qilmasdan balki o'ziga aytishlik. Haqiqiy mu'min odam o'ziga aytadi. Uning yuziga aytadi. Avval birdan aytmaydi, yo aytsa ham uni o'rab chiroyli qilib aytadi. Maqsad agar uni tuzatish bo'lsa, maqsad agar undan ana shu narsani ketishligini xohlasa, chinakam samimiy mu'minman, do'stman deydigan bo'lsa, demak uni yuziga, uni ham o'sha aytganda ham unga masalan aytaylikki, shu gaplar malol kelmasdan, jirkanmasdan, u sapchimasdan balki bu gaplarni qabul qiladigan qilib, yaxshi yo'llar bilan tushuntirib aytish kerak. O'ziga aytish kerak. Odamlar orasida emas, yolg'izlikda aytish kerak. Ajab emas, o'shanda inshaalloh u o'sha xatoni, kamchilikni u tan olib, bilib, o'rganib kelgan o'sha narsani tark etsa.